Men bir 10 yil oldin Germaniyada bir Airbnb'da turdim. Ularda eshik tashqaridan yopsangiz avtomat qulflanar ekan. Shunaqa eshik shunaqa ekan. Shu joyga borib turib 5 kun turib qaytib kelgunimcha egasini ko'rmaganman, uy egasini. Borasiz, eshik aniq kodlik, kodni menga telefonga tashlab bergan. Ha, kodni bosaman, kirdim, bo'ldi. U bildi, kirdim. Chiqamni ham kodni bosib chiqib ketdim. Airbnb'dan topshirayotgan mahalimda kalitni qo'ydim stol ustiga. Keyin chiqayotib eshigi qulfladim, ya'ni yopdim. Qulfladim, chiqib ketdim. Egasi yozyapti, kalit qani deyapti. Kalitni aniq ichiga solib qo'ydigan ekan. Pochtaviy yashikka o'xshagan narsa solib qo'ydigan ekan, chunki uni boshqa kaliti yo'q ekan. Bitta muammo bo'ldi. Kalitchi chaqirib eshigi buzgunimga menga xarajat dedi. Taxminan $500 hisoblab berdi. Men aytdim, "Yo'q, kechirasan, men buni bilmagan edim qulflanib qolishini. Agar qulflanmaganda men ochib kirib, kalitni olardim, deb ololmay qoldim" dedim. O'rtada biz Airbnb'ni chatida suhbatlashyapmiz, chatda, platformada. U o'rtaga avtomat Airbnb qo'shildi. Aytdi, "Sizlarni tushundik" dedi. Muammolarni tushundik dedi. Sen menga aytdiki, "Qancha bera olasan?" dedi. $500 xarajat hisoblab bergan. "Qancha bera olasan?" Men aytdim, "Yo'q, men bera olmayman. Sen berishing kerak, baribir seni $50 berdim. $450 Airbnb qoplab berdi men bo'ldi. Sug'urtadagi. Ha, xuddi sug'urtadagi. Bu nima degani? Men ham, u ham Airbnbdan xursandmiz.